Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu yerda hamisha ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda xush kelibsiz. Mana bu bizning Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti Abu Ali ibn Sino. Yetti pirlar makoni. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana hozirgi kunda mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga 70 mamlakatdan 70 kun mana shu yerda turistik sayohatlar, mehmonxonalarni kutib olishda mana bunday kofelarimiz, mehmonlarimizda mana bunday o'zimizning O'zbekistonimizdagi choylarimizdan, har xil ana choylardan, ana bu davlini qon bosimlari uchun ana bunday limon choylardan, o'zimizning O'zbekistonimizdan ishlab chiqargan choylardan damlab mana bunday mehmonlarimizga berib, ana bizning O'zbekistonimiz ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz azaldan mehmondo'st xalq. Mehmonlarimizga mana shunday choylardan, ana limon choylardan, asal choylardan, kofelardan, mana bulardan damlab berib, ana bu yerda har xil soklarimiz bor. Limonli soklar bor, ana kulubnika, ana bulardan mehmonlarimiz bu yerda nafaqat O'zbekistonimizdan, Fransiya, Bolgariya, Dog'iston, Pokiston, Afg'oniston, turli Hindiston, turli mamlakatlardan mehmonlarimiz kelishadi. Mana bu yerda mana bunday chiroyli kofelarimiz, choylarimiz bor. Mana shunday yurtda yashayotganimizga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday bizning mana shu ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz.